Bittasi 30 minglik bo'ldi. Bag'li bor. Kitkani men o'zim olaman. O'zbekiston tumanining O'qchi qishlog'i ahli ixtiyoridagi bog' qator oralarida qulpinay pishdi. To'kinchilik avjida. Qishloqni kesib o'tuvchi magistral yo'l bo'yida bog' egalari transport qatnovidan ehtiyot choralarini ko'rib, qulpinay savdosini ham tashkil qilishgan. O'tgan ketgan xarid qiladi, kim tatib ko'radi. Dehqonga rahmat aytadi. Shermat tog'a bu yil 78 yoshni qoralamoqda. Magistral yo'l bo'yidagi 30 sotixga teng dehqonchilik maydonida qulpinay chopayapti. Kelin va nabiralar qulpinayda erishadi. Kenja o'g'il Durbek qulpinay, uning tepasida pishgan bahor navli gilos mevalarini yo'l bo'yiga qurilgan ayvoncha tagida xaridorlarga taklif qilmoqda. Bog'imiz bor, mana shu. Otamiz bog'da yaratib qo'ygan shu dehqonchiliklarni qilib, tirikchilik bola chaqani boqamiz. Otamning duosi bilan bog'imiz ko'karyapti, mana Xudoga shukr. Boshlanishi shu qulpinaydan boshlaymiz. Arkasi keyin bahor gilos, keyin undan keyin volavoyimiz pishadi, keyin volavoy gilos. Undan keyin oq o'rik, shoptoli. Undan ketilaveradi endi, birin-ketin. Dehqonchilik bilan shug'ullangan odam shu xalqni boqadi. Dehqonda bo'lmasa hech kimda bo'lmaydi. Bizda qo'limizda pulimiz bor, turmushimiz farovon, mana dehqonchiliklarimiz zo'r, Xudoga shukr. Shermat tog'ani yo'qlab sinfdosh do'stlari kelib qolishdi. Katta o'g'il darhol ularni siylash uchun qulpinay terib chiqadi. Sinfdoshlar bir-birlaridan hol ahvol so'rashgancha qulpinay tatib ko'rishmoqda. Shularga yetishsin, mana yangiliklar ekan yapmiz. Mana shu yerda ochganimizga ana 40 yildan oshdi. Ofatxona joy edi. Mana endi shuncha ko'kartirib boshqa qilib chetda xizmat qilib yuribmiz-da. Meni o'zim ham xuddi shuni o'ziman. Ayta bog'im bor Shermatvoyda nerag'ida. Mayin Shaboda degan bog'im bor. Oti Mayin Shaboda. Shitda 80 sotik. Yaxshi shoptoli o'rik, gilosi ham bor. Yerni qadriga ham, suvni qadriga ham yaxshi yetadi. Mehnatkash xalqimiz. Hamma mevaning turidan, rezavor turidan hammasidan yetishtiriladi. Ro'zg'orimizga, bozorga yaxshi yetishtirib beramiz. Kuzdan boshlanadi, sarimsoq piyoz ekiladi, misol. Uni olgandan keyin o'rniga yana boshqa ekin ekiladi. 2 marta, 3 marta hosil olinadi, yer bo'sh qolmaydi. Davlatimiz rahbari o'tgan yil Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida taklif etgandek, yerdan yilda ko'p marotaba hosil olish borasida Farg'ona tajribasi yaratilmoqdaki, bu O'qchi qishlog'ida bog' qator oralardan samarali foydalanishda ayniqsa yaqqol ko'zga tashlanadi. Bir tomoni tog', bir tomoni bog' magistral yo'l bo'yidagi mana bu bog'zor. Uning tagidagi qulpinay maydonlari Sobirjon akaniki. Rafiqasi, kelini, nabiralari bilan allaqachon boqqa chiqib olishgan. Ayollar qulpinay terishsa, Sobirjon aka nabiralarga ko'z quloq bo'lib turadi. Mevalar bilan ularni siylaydi. Daraxtda bulbul sayraydi, ariqda suv shaldiraydi. Bugun qishloqdagi yurtdoshning ro'zg'orida baraka, to'kinchilik fasli boshlangan. Bog'da yaxshi ko'raman, salqin, suvlar shildirab oqadi, qishlar sayraydi, mevalar pishadi. Yoz kelsa undan ham mazza cho'milaman. Bog'da olganimizda 90-yil bo'lgan shu bog'. Mana shundan beri shu bog'da mehnatini qilib, mana shu vaqtgacha keldik. Rohatini ham mana ko'ryapmiz. Shu 30 yil, 35 yil bo'ldi bunga. Mana hozir ertangi mana qulpinay bor. Mana qulpinay pishdi, sotyapmiz. Bundan keyin masalan oq o'rigimiz tayyorlayapti. Oq o'rik sotamiz, gilos sotamiz. Orqasidan shoptollarimiz bor. Oxirida keyin olma bilan sentyabrga borib tugatamiz.